Sen bugundan boshlab soliq yig'adigan bo'lasan. Tezroq bo'l, men bir joyga shoshib turibman. Xo'p bo'ladi. Mana bu qishloq aholisining ro'yxati, tanishib chiq. Sizni xafa qilib qo'ymayman xo'jayin. Endi men soliq yig'uvchi bo'ldim. Mana meni birinchi ish kunim. Nima gap do'stim? Bugundan soliq mavsumi boshlandi. Menga qara, idina qo'yib yerdan solig'ing bilan. Mayli, birinchi kundan asabni buzmaymiz. Birinchi kundan aholini o'ldirishni xohlamayman. Eshikni och. Soliq mavsumi boshlandi. Tushunmadim meni. Hozir solig'ingni bir joyga tiqib qo'yaman. Tilancha, soliq mavsumi boshlandi. Ota-onang qani? Nimalar qilyapsan? Yo'q, la'nati. Soliq to'lamaysanmi? Idina qo'y. Bo'ldi, hammasi yuragimga to'kildi. Yaxshilikni bilmagan ifloslar. Ana endi haqiqiy biznes bilan shug'ullanish vaqti keldi. Nima gap ifloscha? Qani soliq to'lash uchun pullarni hammasini chiqar. Bu bilan meni qo'rqitolmaysan, chunki senda patron yo'q. Men senlar bilan o'yin qilayotganim yo'q. Qani pullarni hammasini chiqar. Mana endi o'yin boshlandi.